massajlarni oldilar, sut ichyaptilar endi. Mana Asiyani annasi shu yerda. Bu yerda Ra'noxon nima qilgan qilig'i endi bu? Men bittamda o'tkazib, babta narsa ol. Bundoq qil bolam, kallang ishlat, mana. Bundoq qilib endi ol, mana. Ana. Voy, qilib tushdi endi bu. Bu yerda nima edi oting? Alixon. Odam ko'pligini Diloramda o'zim ham suvizdan chiqyapti. Sizcha nechta mana shunaqa massaj qiladigan bolalaringiz bor bir kunda? 15 ta. Voy bu. Eng ko'pi 18 ta olan bo'ldi, 18 ta yog'iga ola olmayman. Уже bu oy to'lgan a? Va iyun o'rtasigacha to'ldi joyim. Ana, voy. Iyundan keyin yozdirishsa bo'ladi. 15-iyundan keyin yozaman. Voy, bularni maqtashim ham shart emas, doim keladilar bizanikiga. Biz shunaqa vaqtlarni iltimos qilib oldindan aytib yozdirib qo'yamiz. Sizlar ham oldindan aytib yozdirib qo'ysanglar. Faridaxon, asal qizlarim bu yerda Umarxon bilan Asiyaxon shunaqa bir xil kiyim kiyib olishgan. Amma joni solib keldimi? Buni yo'q, ammasi emas. Ra'noxonni o'zi olib keldi ukalariga. Xullas, esingizda bo'lsa yaqinda Farg'onaga, ha jonim, молодец. Farg'onaga boruvdik, tug'ilgan kunni o'tkazib beruvdik. O'sha tug'ilgan kun egalari minnatdorlik sifatida mana shunaqa meva-chevalar olib kelishibdi. Juda ko'p narsa olib kelishgan. Xullas, mehmonga kelishdi bizanikiga. Asiyaxon, jonim, bilsanglar agar gullarni juda ham yaxshi ko'radilar. Aynan Malayziyadan spesialni ayjonim uchun gul olib kelishibdi, qaranglar. Krasota! Mama g'unchalari ochilaman qilaman. Krasota! Ayajonim ko'rsalar raza xursand bo'ladilar. Rahmat, baraka topinglar. Aynan Malayziyadan kelgan, tuviga o'tkazish kerak, qaranglar. Shikoatda. Очень похоже. Bir-biringizga juda ham o'xshaysizlar, juda ham bir xilsizlar. Farida nima qilyapsan? Bu adasini qizlari. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Alaykum assalom. Qayerga ketyapsizlar, aziz do'stlar? Bizda anaqaga ketyapmiz aylanishga xo'tdoqqa. Xo'doq yeysan, hozir mastava ichding-ku? Siz yegiz keldi hatto. Sen kızım, jakay kızım, bombiye kızım. Xursand Ama Adijani ekasini. Canım. O can. Qaribani. Voy. Bizga